mana shu mashinani haydayapmiz bugun kecha, chunki meni mashinam avariyaga bo'lgan edi. Misol uchun, o'shandan beri ishlarini qaranglar, cho'tka bu ham yomon emas. Mana bu dizayn Mazdani bu qanday ko'rgan esdan chiqib qoldi. Oy, CX50 короче. Bu endi men haydamasam kerak. Lekin ishlarini yaxshi akkuratli qilingan ekan. Yoqdi. Yomon emas. Juda ham yoqdi. Chunki bu mashinada bemalol tez uchirib olib kelyapti, ishlarini yengib berishdi. Bu arendaga olingan mashina. Arendaga berganda har doim bunaqa yangi mashina yukni повезло demoqchiman-da. Так что men bu ishdan tugatdim, ishdan kelyapman. Bu ishlari ishimiz unaqa yomon bo'lmasa, hozir men parkingdan chiqib ketaman. Hozirda yana 9:50 ertaga ham ish, indinga ham ish. No, indinga off keyin ish. Agar siz bo'lgan bo'lsa, motoqsiz bo'lsa kommentda yozinglar, что mana o'shanga yarasha video qilaman, sizlarga qanaqa foydasi tegayapti. Men o'zim ustidan ishlayman, bu menga ham foyda misol uchun. Men jab bo'lmasa o'zimga esdalik qoladi, что men o'shanga harakat qildim shunga. G'oyalar tuzaman, researchlar qilaman, например. O'zbek tilida o'zimni yana qaytaryapman, chunki ancha o'zbek tilida gaplashayotganimda o'ylab qo'ydim, qaysi nima edi o'sha so'zi deb tilni ishlatmasangiz shu til ham ketib qoladi. O'shanga ishlatishga o'zimga bu o'zbek kanalini ochganman, что aloqada bo'lish uchun. Qanaqa calling deyiladi. Ichimdan mana shunday хочется, не знаю я еще где куда я qanaqa ketishimni, lekin bilamanki shu yerda bo'lishim kerak. Men aytolmayman, tushuntirib bera olmayman nimaligini. Biladim sizlar ham shunaqa, men qanaqadir boshidasizda yo'lda, lekin bilmaysiz. Lekin shu yerga kelib qoldim. Saynlar bo'lgan ko'plamani shu yerga bloggingga chaqirgan, chunki oldin ham o'zimcha azincha qilib give up qilardim. Bu safar mana endi har kun qo'yaman reels. Misol uchun disiplina qo'yish kerak, algoritmga research qilingandan keyin buni ham research qilishim kerak. Instagramni o'zim o'rganyapman. Har xil turlari bor. Instagramdan tashqari TikTok, YouTube. Bunga kстати kam kiraylar agar support qilmoqchi bo'lsanglar, xursand bo'laman. Keyin nima bor? Facebook, например. Hammasiga большой объемda bitta endi kontent qilgandim, lekin qo'yib yuboraman deb bir xilda bittasi qolib ketadi. Aslida Instagramga обязательно qo'yaman. Boshqalarga ham haftada 3 marta ham yo'q qo'yib yuboraman. Bularni ham o'rganaman. Bu ham vaqt ketadi. Bilmadim, juda ham ko'p informatsiya beradi. Editinglarni o'rganasiz, qanaqa qilib video qo'yish, qaysi story narsadan qayerda yaxshi, qayerda mana joyni yaxshi bir xilda yomon tushsa ham, farqi yo'q deb confident deydi. Men keyin qo'yib bo'lganingizdagi, "Oy, this is not okay." Потому что men o'zimni yaxshi ko'raman, unaqacha o'lmayman. Qo'y kim nima deydi deb, chunki o'zim bilaman, что o'zimga o'ylayman, Allohga ishonaman. Misol uchun o'zimga o'zim o'ylayman, bu xilda hammada bo'ladi. Bir xilda tushib qolishi mumkin. Bilaman o'zim ustimda ishlab, o'shani ko'tarish qanaqaligini-da. Misol uchun nasib qilib, o'zim duolarimni o'qib, kabul namozini o'qib, kamida har xil o'zim misol uchun yo'llarim bor. O'zimni energetikani ko'tarishga-da. Buncha o'zimga o'ylayman. Hayot ko'pini ko'rganman. Misol uchun 0 ga tushsangiz, ko'p 0 ga tushish farqi yo'q. Men misol uchun mashinani ham aytdim-da. Mashinani gapiryapman-da, o'sha mana mashinani vazifasi o'zi tegi, bitta joydan bitta joyga olib borishda. U nimaga men uni aytaman? U sizlarga как бы bu aql o'rgatyapti emas. Sizlarga yordam berishga, chunki menga 10 yil ketdi shuni tushunishim kerak. Chunki shuni menga yetib kelishiga 10 yil ketdi. Men unaqa agressivni o'ylamagan ekanman. Men yig'ganman. Men xudoga shukr yig'ib, o'zimga pullar qilib, pensionni ham qilganman, 401k ham qilganman, social security ham, life insurance ham hamma narsani qilganman. Unaqa agressivni qilmaganman-da. Chunki o'sha paytda yoshlik paytida pulim bo'lgan ekan demoqchiman-da. Pulim bo'lgan, o'shani oddiy o'sha mashina olib ishlatsam bo'lardi. Sanab chiqdim-da, kalkulyatsiya qilib. Misol uchun 3 yilda $600 yangi mashinaga to'lagandan ko'ra, misol uchun agar o'sha peshqum yurib, o'sha 1 yil ichida yig'ib o'sha pulingizni, misol uchun o'sha kichkina 4,000-5,000 mashina olib turib, ozgincha nima, strafovka bo'ladi, hamma strafovka to'laysiz. Strafovkangiz ham kam bo'ladi. Ham pulingiz ham mayda o'zingizga qoladi. O'sha qolgan pullarni investitsiyalarga qilinsa, misol uchun investitsiya hammada har xil, hammaning yuragi har xil bo'ladi. Misol uchun har doim to'g'ri, bir xil aytib tradingga agressivniy emas, safe fondlar bor, bondlar bor. Men endi o'shuni tushunmayman. O'zim portfoliyamga qarab mashin chiqarganda shu boshqa narx bo'lar ekan deb aytaman. Agar misol uchun 100 mingga chiqargan, hozir men 100 mingga chiqqan bo'lsam, misol aytmoqchiman, 10 yil ichida, ammo 5 yil ichida 100 mingga chiqqan, o'sha 100 mingni meni million bo'lishiga tez bo'lib ketadi-da, compound ko'payaveradi, o'zini ko'paytiradi. Lekin, например, o'sha yoshim o'tgandan keyin, ilojim bo'lmasa, o'sha pullarim o'zi to'lamasam ham ko'payaveradi. Pul o'zini qilaveradigan narsa ekan-da. U не только stock marketga ishonmasanglar, например, tilla olishinglar mumkin, uy mulk olishinglar mumkin, например. Men uy ham aytaman. O'sha pullarni mana mortgage olamiz-da, mortgage to'lab olishga qilmayman, agressiv plan qilib o'sha paytda qilganman. Men такой agressivni hali ham anaqa bo'lgan. Unaqani yashaganman. Bugun yashayman-ku deb onam uchun, o'zim uchun ham qilingan narsalar. O'shanda ham o'shani o'ylab sizga aytaman. O'shani ham qo'shganimda deb-da, chunki baribir o'shga o'tgandan keyin shularga что fondlar yoki o'sha feeling ham o'sha не стоит. Chunki o'sha pulingizni qilganingizdan keyin o'sha 3 million dollaringiz bo'lib, o'sha 3 million 4 million dollarlaringiz yodinglaringiz pul ishlagandan keyingina mashina olsangiz, например, kelayotgan joydan-da. Agar bo'lsa, конечно, любой mashinada yursanglar, boy bo'lsanglar, o'zingizga уверенный bo'lsanglar, tayyor qatdan passiv dohodlarga ketgan bo'lsa, bizneslaringizdan zo'r-da. Men bu videoni ko'proq, который yosh, misol uchun yoshligida kunlab yashaymiz, davay pogulyaем, u yoqqa ketamiz, pul ishtir qiladiganlar aytolman. Qanaqa imkoniyatlarni ketkazib yubormanglar, chunki investitsiya qilib yoshlikdan boshlansa, katta natijalarga erishsa bo'lar ekan.
o'shanga o'zinglarning stilida yoshlikdan harakat qiladi. Pensiyaga chiqishi yoshlikdan harakat qilib, o'shanaqa bu yerda tax advantage'lar bor Amerikada, qanaqa triple compounding bor, misol uchun juda endi tushunmayman, chunki ishonmasdim oldin. Men juda ham ko'p informatsiya, men faqat ishlardim. Ish, misol uchun vaqt yo'q, keyin o'sha ishlaganingizdan keyin joyga borib dam olib kelgisi keladi, например, o'rtoqlar bilan gaplashgisi keladi. No mani lekin Xudoga shukr yaxshi odamlar bo'lgan, kirgizib qo'yishgan o'shaqa akkauntlarga, retirementlarga, fondlarga kirgizishganda ish orqali. Lekin mana 10 yildan keyin ko'ryapman, shunaqa yig'ilgan pullarni, например, qanaqa qilib bu joydan pul bo'lganda, chosam takoy yo'llari bor. O'shanga men aytaman bir xilida ko'p narsadan o'sha paytda o'sha yerda qiziqib kirganda bu yerdan ham ancha yutgan bo'lar ekanman. Eslagan mashina tomon balki sizlar ham bilmasizlar. Bilsanglar undan ham zo'r, bilmagan odamlarga aytyapman-da, foydasi tegsin. Chunki men esimda bor o'zimni даже life insurance ga yozishgan mana Global Index fondiga, bu IUL bu 3 ta ichida bu. Masalan, life insurance bo'ladi, $300,000 ga, tipa, endi har xil planlari bor. 3 mingdan tortib, kattag'i ham bor, kami ham bor, например. Bu na life, o'lguningizgacha, tipa, anaqa emas. Keyin undan keyin long term disability bor, nimadir bo'lib qolsa sizga o'sha puldan ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari pul yig'adigan investitsion anaqasi bor, global indeksi bor. U tax free, тоже, misol uchun, retire qilganingizda $500,000, tipa, yarim milliondan tortib investitsiya qilingan bo'ladi-da. U pulni siz keyin oyma-oy o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi, social securitydan qo'shib. Это кроме этого, ishlatmasangiz, o'sha qoldirgan bolangizga qoldirasizmi, charityga qoldirasizmi, ketib qoladi o'sha pullar. Aytmoqchimanki, o'shanaqalarga yozdirishgan, ishonmaganman. Keyin masalan pul to'lab yuraverganman, yozib qo'yganingizdan keyin avtomatik bo'lgandan keyin sizdan ham chiqib ketadi. O'ylamaysiz ham. Siz faqat o'sha o'tgan pulingizdan ishlatasiz. O'rganasiz disiplinada. Shunaqa videolar yo'qotgan bo'lsa, уже kechib qoldi, juda trak bitdi hozir. Agar video yo'qotgan bo'lsa, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'lsanglar, men Dilshoda Amerikada yashaydigan, ikkita bolani onasi, erga tegaman. Уже anchadan beri Amerikada yashayman, ishlayman. Har qanday pozitivniy oila, ish, investitsiya, misol uchun real estate to'g'risida videolar qo'yaman, chunki bu meni hayotimdan bir qismi. Keyin har xil pozitivniy videolar ko'rib turasizlar menda, chunki men blog hayot boshladim. Уже mana martdan beri men har kun blog qo'yaman Instagramda. Agar sizlar menga yangi bo'lsanglar, xush kelibsizlar. Agar hali уже meni allaqachon meni follow qilgan bo'lsanglar, katta rahmat. Yaxshi ko'raman support uchun. Mana shunaqa videolar qo'yaman. Keyin komment yozinglar, kimga nima qiziq, qanaqa o'shanga yarasha videolar qilaman, chunki hozir shunaqa paytga kelib qoldim, что har xil informatsiya ko'p-da, qaysi birini chiroyli qilib deliver qilib berishga puzzle bitta ozgincha qiynalyapman o'shanda. O'shanga agar qiziqarli temalar bo'lsa sizlarga yozarsanglar, o'shanga agar ko'p o'shanaqa talablar kelsa, misol uchun o'shanaqa videolar qilishga harakat qilaman. Так что, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.